Xo'p, Tamamını üniversitede yaşatmıştım. Bandixon Hafta. Bandixon tumani Barki mahallasi hokimiyatchiligiga lavozimiga suhbat jarayoni boshlandi. Suhbat jarayoniga testdan 6 nafar nomzod o'tgan. Shundan 5 nafari hozirda ishtirok etyapti. Birinchi nomzodimizni chaqiramiz. Shaymonov Mansur Gulmuratovich. Qolgan keling. Bir. Birinchi nomzodimiz Shaymonov Mansur Gulmuratovich, o'zingizni tanishtiring, qisqacha faoliyatingizni. Ben Şayman Mansur Gulmuratovich, Qaysi institutda ishlayapsiz? Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti menejment fakultetini tugatganman 2010 yilda. Oxirgi ishlagan joyim Ruxsaylik bank hukmi Ruxsay mahallasi fuqarolar yig'ini rais lavozimida ishlagan. Xo'p, hozir ekranga 5 ta savol chiqadi. Bir boshdan o'qib, qaysiga tayyorlansa shunga javob berib ketaverasiz, vaqt o'tmasin uchun. Marhamat, 5 ta savol. Subsidiya. Savol. Subsidiya nima? Subsidiya bu davlat tomonidan qaytarib berilmaslik sharti bilan ajratiladigan jihoz, xizmat ko'rsatishga yo ishlab chiqarishga yo qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ajratiladigan mahsulot yo asbob uskunalar subsidiya. Keyingisi. Ya'ni ichki mahsulot masalan davlatning umumiy o'zi ichidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar yoki ichki mahsulot hisoblanadi. Milliy mahsulotlari, ichki mahsulotlardan o'zida ishlab chiqariladigan mahsulotlar. Hokim yordamchilarining asosiy vazifalari, faoliyat yo'nalishlari qaysilar? Hokim yordamchilarining asosiy vazifalari 2023 yil dekabr oyida berilgan 209 Prezident farmonida belgilangan 7 ta asosiy vazifasi bor. Uning faoliyat yo'nalishlari asosan kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari hisoblanadi. Keyingisi. Qishloq xo'jaligi.
Qishloq xo'jalik beshinchi savol. Qishloq xo'jalik kooperativlari usta fondiga ulush sifatida kiritish uchun qancha miqdorda subsidiya ajratadi? Bazar hisobot eng kam 30%, 30 barobar eng kam nisbatan. Bunda qo'shimcha savol yo'q. To'rtinchi savolni bilmadingizmi? To'rtdan Besh besh. Bunda savol yo'q qo'shimcha. Hokim yordamchilarining asosiy vazifalari nimalar tashkil etadi? Hokimiyatning asosiy vazifalari aholining kambag'allik qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni yo'naltirish. Mahallaning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda Driver nima? driver ma'lum bir hududning, masalan, mahallaning shu rivojlanish yo'nalishi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha driver bo'lishi mumkin, chorvachilik driver bo'lishi. Ma'lum bir yo'nalishda, ma'lum bir hududga belgilab olish shu bo'yicha harakat. Savol yo'qmi? Murojaatlar yozma, elektron va anonim. Nima? Anonim. Boshqasi yo'q savol? Ber. Hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish bo'yicha Prezident qarorini tanqidi 2021-3 shu qarorga asosan hokim yordamchilari necha turdagi yordamlar ko'rsatish mumkin? 23 turda. Sanab berilmasin. Yo'q. Boshqa savol yo'qmi? Siz 5 ta savoldan, birinchi savolga to'liq, ikkinchi savolga chala, uchinchi savolga chala javob berdingiz. 4-5ga, 4-chi savolga umuman javob bermadingiz, 5-chi savolga ham noto'g'ri javob berdingiz. Qo'shimcha savoldan birinchi, ikkinchi savollarga to'liq javob berdingiz, uchinchi savolga chala javob berdingiz. Balli ish yurtdan o'tasiz ko'rib chiqib, ballar shaxs komissiyasiga yuboradi. Savolda hech qanday e'tiroz yo'qmi? Subsidiyani davlat tomonidan Subsidiyadan to'g'ri. Siz subsidiyadan qaytarib berma shartini beradigan jihoz uskunalar. Bu faqat jihoz uskuna emas. Bu pul mablag' bo'lishi ham uskuna. Bo'ldi, rahmat. Keyingi nomzodimiz Hazratqulov Nurkeldi. Sizlarga chaqirishlar edi. Keling. Hazratqulov Nurkeldi Umrali o'g'li o'zi Qashqadaryo faoliyati berilish tayyorlangan. Masalan, qattiqroq gapirdi. Hazratqulov Umrali Kelajak universitetining yigirmanchi davlat ma'lumot bo'yicha oliy sirtqi yo'nalishning faoliyatini Bank nazorat inspeksiyasi Hozir ekranda 5 ta savol chiqadi. Birini o'qib, vaqt yetmasa qaysi biriga bersangiz javob berib ketaveradi.
Marhamat, o'qing javob. Hokim yordamchisi lavozimi qaysi normativ hujjatga asosan va nima maqsadda tashkil etildi. tashkil etildi? Nima maqsadda joriy etildi? Hokim yordamchisi farmoni asosan Xato'ra. hokim yordamchisi lavozimi tashkil etildi farmoniga asosan shu tadbirkorlarga yordam berish maqsadida kambag'allikdan chiqarish maqsadidan yordam berish va kredit tadbirkorga kredit Shunchaki sanada shunchaki sonli farmon ya qarorga asosan tashkil etildi. Undagi asosiy vazifalari mana bu. Shuni javob bering. Hokim yordamchisi lavozimi qaysi me'yoriy hujjatga muvofiq ta'sis etilgan? Farmoniga asosan Qaysi degan savol berilyapti. Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasining subsidiya jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarga beriladigan moddiy yordam subsidiya deyiladi. Xo'p, qo'shimcha qilasizmi? Qo'shimcha shu davlat tomonidan qanchaydir miqdorda yordam berish, moddiy yordam subsidiya deyiladi. Qaytarib bermaslik shart. Nimalarni berishni qo'shimcha? Subsidiyaga moddiy imtiyozli ravishda moddiy pul sifati yoki uy-joy qurilish maqsadida bo'lsa subsidiya o'shanga yordam berish. Davlat uy-joy ipoteka uy-joylar bo'yicha 30 million miqdorda beriladi. Maktablarda ayollarda ta'limotga turiladigan mashinka yoki ish maqsadida beriladigan qaytarib bermoqchi. Oilaviy korxona shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turi qaysi? Shug'ullanish mumkin bo'lmagan. Temir daftarga qanday toifadagi oilalar kiritiladi? Temir daftarga kam ta'minlangan oilalar kiritiladi. Temir daftarga masalan boquvchisi yo'q oilalar yoki boquvchisi nogironligi bor, boquvchisi ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan turlar oilalar kiritiladi.
Boshqa savollarga qo'shimcha qila olasizmi? Yo'q. Kimda qo'shimcha savol bor? Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari sanaladi. Asosiy prinsiplar korrupsiyaga kurash asosiy prinsip korrupsiya kurash agentligi shug'ullanib ichki ishlar prokuratura keyin soliq shular korrupsiyaga qarshi Asosiy prinsiplari. korrupsiya ichirish tayinlash degan ma'noni bildiradi. O'zi korrupsiya prinsip nima misol uchun oddiy korrupsiya prinsiplari nima? Oddiy joylar tilida aytganda nima? Joylar deganda shu bironta ishda xalqga bironta ishda qilishda masalan tanish bilishchilik yoki nimaga yo'l qo'ymaslik, manfaatga to'qnashuvga yoki korrupsiyaviy nimalarga ishonmaslik. Yo'q, to'g'ri. Yo'q. Belgilangan tizim bo'ladi, usul. Ulardan qonuniylik bor. Misol fuqarolarning erkinligini Islomdan ochlik olish. Bunda qo'shimcha savol bo'ladi. Shoshmay turmoqchi. Kimda qo'shimcha savol bor? Yo'q, qo'shimcha savol. Xo'p, 5 ta savoldan birinchi, ikkinchisiga javob bera olmadingiz. 3-savolga javob berdingiz, 4-ga javob bera olmadingiz, 5-ga javob berdingiz. Qo'shimcha savol bitta savol berdi, unga javob bera olmadingiz. Savollar hech qanday e'tiroz yo'q. Ishchi guruhimiz baholab, ba'zi shaxsiyatlarga yuboradi. Rahmat. Keyingisi Almanov O'ktam Safarov. Savolni bersang, normalni hamma ber. Bermasang, o'sha berma. Almanov O'ktam Safarov. O'zingiz qisqacha tanishtiring. Ismimdan Hamid Alvat, Palg'ot masofaviy tekshirishda respublika aralashtirilgan. Qachon qayerda qaysi yo'nalishda? Buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha o'rta maxsus, marketing yo'nalishi bo'yicha o'rta maxsus professional, buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha sirtqi ta'lim yo'nalishida 4-kursda. Hozir 5 ta savol. Bo'ldi. 5 ta savol chiqadi. Ko'rib o'qib javob berasiz. Savol almashtirib berasizmi? Yoki savolga javob berasizmi? Botir aka, Nimaga? Shu savolga javob beraversinmi yo savol almashtirasiz? Almashtiramiz, uzr. Mana. Marhamat, o'qib. Qattiqroq javob bering. Hokim yordamchisi tomonidan qancha miqdorda kredit uchun tavsiya bera oladi? Hokim yordamchisi tomonidan 33 milliongacha kreditga tavsiya bera oladi. Hokim yordamchilari tomonidan mahallarda xonadonlarni o'rganish natijasiga ko'ra qanday toifalarga ajratiladi? Yengil, og'ir va o'rta toifa.
Ibratli oila yoki namunali oila deganda qanday oilani tushunasiz? Ibratli yoki namunali oila. Har tomonlama aholi orasida jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan, har kimga o'rnak bo'la oladigan, nizolardan xoli bo'lgan oila tushuniladi. Birinchi toifa xonadonlarning boshqalardan farqini aytib. Birinchi toifa xonadon. Birinchi toifa xonadonlar bir narsaga ehtiyoji bo'lmagan, har tomonlama to'la-to'kis ta'minlangan xonadonlar. Saxovat va ko'mak jamg'armasi nima uchun tashkil etilgan? Saxovat va ko'mak jamg'armasi yetim oilalarni ta'minlash, ularni moddiy tomonlama ko'maklari, moddiy tomonlama ko'maklashish, ta'lim olishlari uchun yordam qilish, keyin ta'minoti nisbatan og'ir bo'lgan, og'ir toifadagi oila a'zolarini rag'batlantirish uchun qo'llash. Uchinchi savolni javobini qaytadan. Saxovat va ko'mak jamg'armasi. Uchinchi savol. Ibratli oila, namunali oila deganda qanday oilani tushunasiz? Misol uchun mahalla ko'cha-ko'y oladigan bo'lsak, o'sha jamiyat ko'chasida oladigan bo'lsak, jamiyatga o'rnak bo'la oladigan, har tomonlama namunali xulq-atvorga ega bo'lgan yetuk oila tushunadi. Beshinchi savolchi saxovat va ko'mak nima deymiz? Saxovat va ko'mak jamg'armasi nima uchun tashkil etildi? Saxovat va ko'mak jamg'armasi og'ir toifadagi oila bolalarni misol uchun o'qitish uchun, ularga ertangi kunda rivojlanish uchun zarur bo'lgan yo'nalishlarga jalb etish uchun sarflanishi mumkin. Keyin mehribon uy tarbiyalanuvchilari uchun sarflanishi mumkin. Bunda qo'shimcha savol bor. Savol ber. Driver nima driver? Shu mahallalarni rivojlantirish uchun o'zlariga loyiha. Loyihami? Nimadan kelib chiqadi u driver? Mahallani yoki rivojlantirish dasturi ishlangan. Shu dastur bo'yicha har bir mahallada driver loyihalar ishlab chiqilgan. Savolga to'g'ri javob berolmadingiz. Driver misol uchun bitta mahallaga nimaga ixtisoslashgan? Nima ko'proq yetishtiriladi? Ana o'sha bo'yicha qurilish materiallarimi, qishloq xo'jaligi mahsulotimi, ana shu bo'yicha ixtisoslashganiga driver deyiladi. Driver. Misol uchun Ana shunday deyiladi. Meva-sabzavotchilik shu mahalla Shu driver shu bo'ladi. Ana shunisidan kelib chiqib driver aniqlanadi. Boshqa savol yo'q? Xo'p. 5ta savoldan birinchi savolga to'liq javob berdingiz, uchinchi savolga to'liq javob berdingiz, beshinchi savolga chala javob berdingiz. Ikkinchi savol va to'rtinchi savolga javob bera olmadingiz. Qo'shimcha savolga ham to'liq javob bera olmadingiz. Driver. Savollar e'tiborsiz yo'qmi? Shaxsiyamizga ish guruh baholab ma'lumot jo'natadi. Tamam. Keyingi nomzodimiz Ibragim Xurshid Mengliboyevlar.
O'zi tanishtiring. İbrahim Hoşbegul. Hop. Qattiq gapirib tanishtirdim. Yo'q, o'tirib. İbrahim Hoşbegul o'g'li bilan Mamlakat Sporting Lozim ishlagansiz shu bo'yicha. Nechanchi? Qaysi yo'nalishda o'tdingiz? Xo'p, hozir 5 ta savol chiqadi. Qaysi biriga tayyor bo'lsangiz, o'qib javob berib ketaverasiz. Marhamat. Ketma-ket javob berish shart emas. Qaysi biriga tayyor bo'lsangiz javob berasiz, keyingiz qaytib o'tishingiz mumkin ham. Marhamat, 5 ta savol. Ko'rib chiqib, qaysiga tayyor bo'lsangiz javob berib ketavering. İkinci savol devamında. İkinci savol ayrıldıkları ve teminatlar qaysi davlat davlat tashkilotlarida ishlayapti. Tabaxi qisqasi ishlaydi. Ayollar tarafından adamlar bağlı işlaydi. Şimdi sabahlardan sonra kulak var. Başmanlar işliyoruz. Şimdi bakımlardan sonra başkalarından hem has kıskanmış. Beşinci sakıncadan tutulan 16 Elias bölümler hem işte birlikler esas yani esaslar ilkin bölümler ezraat belirlenmiş oluyor. Bu Fransızca konferansiyonlarda biraz resmiydi. Onun sözden vermeyen değişim müstahsenlerden Qattiq o'rganinglar. hani değişik yaptı. Ha, eshitib yapıyordu. Bir yarımdan 3,5 yılgacha beradi. Quruqchiliklar subsidiya. Xo'p, 4-chi savol. 1-chi savol, 3-chi savollarga. Hokimiyat tomonidan to'g'rilatilib, uchinchi hokimiyatdan faoliyati to'g'risidagi savol javob 1-chi savol. Belirlenmiş yapmış. Yo'q, shart qanday belgilanadi? Şarkısı sadece yapabildiğini. Bunda qo'shimcha savol bor. Mahallani driver degan, o'zi driver degan nimani tushunasiz? Mahallamizga göre şu mahalla qanday tadbirkorlik foydalanmasdan chorvachilik, dehqonchilik, tomorqa bilan ulardan mahallasi chorvachilik bilan birga chorvachilik masalada chorvachilik shug'ullanadi. Fuqarolar chorvachilik bilan band bo'lib o'zini bog'i ko'paytirish shug'ullanadi.
Boshqa hech kimda savol yo'qmi? 5 ta savoldan ikkinchi savolga chala javob berdingiz, 5-chi savolga javob berdingiz. Birinchi savolga umuman javob bera olmadingiz, noto'g'ri javobingiz. 3-chi, 4-chi savollarga, 3-chi savolga umuman javob bera olmadingiz, 4-chi savolda ham javob noto'g'ri. Qo'shimcha savolga javob berdingiz. Savollarga e'tirozingiz yo'qmi? Ishchi guruh ko'rib chiqib, balansizni shaxsiyatizga ko'ra baholang. Rahmat. Keyingi ishtirokchimiz Yodgor Boburjon Komilov. Nomzodimiz. Yodgor Boburjon Komilov o'zingizni ta'rif gapirib tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Yodgor Boburjon Komilov 2002-yil Marg'ilon tumanida bo'lganman. Ma'lumotim oliy. Dino tadbirkorlik pedagogika instituti tadbirkorlik boshqaruv fakultetida biznes boshqarish yo'nalishini tugatdim. 5 ta savol chiqadi. O'qib, qaysi biriga javob bersangiz, bilsangiz javobini o'shanga javob berib ketaverasiz avtomatik uchun. Keyin qolgan savollarga qaytaverasiz. Ko'ryaptimi savollar? Birinchi savol, yalpi ichki mahsulot nima? Yalpi ichki mahsulot davlatning ichida joylashgan korxona tashkilotlarining korxona tashkilotlarida yaratilgan, ishlab chiqarilgan tovar va mahsulotlar, resurslar jamlanmasi yalpi ichki mahsulot. Ikkinchi savol, hokim yordamchisi tomonidan qancha miqdorda kredit uchun tavsiya bera oladi? Bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravariga. Istiqbolli islohot ta'minoti uchun 300 baravariga. Xo'p, keyingi savolga o'tavering. Uchinchi savol, hokim yordamchilari tomonidan mahallalarda xonadonlarni o'rganish natijasiga ko'ra qanday toifalarga ajratiladi? Hokim yordamchilari mahallalarda xonadonlarni xonadonbay ko'rinishda o'rganib, undagi holatni, iqtisodiy holatni, yashash tarzini, xonadonlarni yashash tarzini o'rganadi. Bunda alohida manzilli ravishda o'rganib boradi. Bunda ehtiyojmand, ijtimoiy holati yaxshi bo'lmagan, ishsiz aholini ish bilan ta'minlab, unga kredit olish xohish bo'lsa kredit olishga yordam berish yoki subsidiya ajratishga, ko'mak berishga yordam beradi. 4-chi savol, oilaviy korxona shug'ullanish mumkin bo'lmagan oilaviy korxona shug'ullanish mumkin bo'lmagan faoliyat turi qaysi? Davlat hokimiyati tizimida ishlash, davlat tashkilotlarida ishlash. Ikkinchi, saxovat va ko'mak jamg'armasi nima uchun tashkil etilgan? Saxovat va ko'mak jamg'armasi shu mahallalarda ehtiyojmand oilalarni kambag'allikdan qisqartirish va iqtisodiy o'sishga yo'naltirish uchun tashkil etilgan. Bironta savolga qo'shimcha qilmaysizmi?
Bunda bosh bir savol bor. Xo'p, mahallani drayveri qanday aniqlanadi? Nima u drayver o'zi? Mahallaning driver o'zi o'z ishiga ma'no yuritadi. Mahalla drayveri mahalladagi iqtisodiy holatni, iqtisodiy sohalarni o'sish omili hisoblanadi. Bunda shu mahallada tadbirkorlik, iqtisodiyotning barcha sohalarini bir yil mobaynida o'sish tartibi mahalla drayveri. Hokim yordamchisining asosiy vazifalarini sanab berilgan. Asosiy vazifalari yordamchisi kambag'allikni qisqartirish, kambag'allikni qisqartirish, iqtisodiy sohani rivojlantirish, aholiga subsidiyalar, kredit va boshqa iqtisodiy ko'maklarga maslahat berish, yordam berish, kredit olishlarga yo'l yo'lini ko'rsatish. Bo'ldimi? Ishsiz aholini ish bilan ta'minlash, kasbiy o'qitish, malaka oshirishga yo'naltirish. boshqa qo'shimcha savol yo'qmi? Xo'p, birinchi savol, 5 ta savoldan birinchi savolga javob berdingiz, ikkinchi savolga javob bera olmadingiz. Uchinchi savolga chala javob berdingiz, to'rtinchi savolga javob bera olmadingiz, beshinchi savolga chala javob berdingiz. Xo'p, qo'shimcha savoldan birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz, ikkinchi savolga chala javob berdingiz. Savollarga e'tiroz bormi? Bo'lmasa ishchi guruhimiz baholab, ball natijasini shaxsga sizga yuboradi. Shu bilan bugun Balxotlar Barq mahallasiga hokim yordamchisiga lavozimiga nomzodlar suhbatimiz yakuniga yetdi. Hammaga rahmat. Botir aka, Rahmat aka. Nomzodlar katta rahmat. Nomzodlar tugadi. Xo'p aka, sog' bo'lasiz. sog' bo'ling. Rahmat.